Vegeta haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Amriddin, familiyasi esa Abdualiyev. 2004-yil 10-mart sanasida tug'ilgan. Termiz shahrida istiqomat qiladi. Hozirda Vegeta asosan YouTube prodyuserlik va dizaynerlik bilan shug'ullanadi. İlk onlayn ishini 7 yoshda boshlagan. O'sha paytlarda Vegeta musiqa yuklab oladigan saytlar yaratish bilan shug'ullangan, lekin unda sensorli telefon bo'lmaganligi uchun bu ishlarni knopkali telefonda bajargan. Ma'lumot uchun, Vegeta bu saytlarni Mirmuhsin ismli do'sti bilan tayyorlagan. Keyinchalik o'ziga planshet sotib olgandan keyin Telegram kanallar yuritishni boshlagan. Birinchi Telegram kanalda 20 mingta obunachi yig'ishga erishgan va bu paytda Vegeta 10 yoshda bo'lgan. Yetarlicha sifatli dizayner bo'lsangiz, arzon narxga ishlamaslik kerak degan fikrda uydagilar YouTube bilan shug'ullanishga hech qachon qarshi bo'lishmagan, faqat qo'llab-quvvatlashgan. 4-sinfgacha maktabda sinf sardori bo'lgan, 5-sinfdan keyin boshqa maktabga o'tgan. Yuqori sinflarda deyarli hamma fandan baholari tushib ketgan, lekin rus tili fanini yaxshi ko'rgan. Vegeta Android uchun har xil o'yinlar va dasturlar yaratish bilan ham shug'ullangan. O'yinlarni esa asosan do'sti bilan birga yaratgan va Vegeta o'yinining dizayniga javob bergan. Grafik dizaynerlikka kirib kelishiga Fezot kanali egasi sababchi bo'lgan. Dizaynerlikni endi boshlagan vaqtlari ishlarni $1 dan tayyorlab bergan. 9-sinf paytlari grafik dizaynerlikdan oyiga $100 daromad qilgan va bu pullar o'zi uchun bemalol yetgan. Agar dizayner bo'lmaganimda streamer bo'lardim deb hisoblaydi. 2023-yilning aprel oyida 11 million so'mdan ortiq daromad qilgan va buning barchasi grafik dizaynerlik orqali topilgan. YouTube uchun banner avatarkani boshida $3 dan tayyorlab bergan. Grafik dizayn sohasida ko'plab taniqli bloger va streamerlar bilan birga ishlagan. Bezot, Turfolam, IH Gaming va Uzabzor shular jumlasidan. Vegeta maktabni 3 baholar bilan bitirganidan afsus emasligini aytgan. Vegeta mana shu 2 yil ichida 11 yil maktabda o'rgangan narsalarimdan ko'proq narsalarni o'rgandim deb hisoblaydi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun diplom kerak emas degan fikrda. Qimmat telefonda blogerlikni boshlagandan arzonroq bo'lsa ham kompyuterda boshlagan yaxshi degan fikrda. O'zi uchun FIFA NT732 nomli mikrofonni sotib olgan va ushbu mikrofon unga 925 ming so'mga tushgan. Vegeta YouTube kanalining birinchi nomi Manoli TV bo'lgan. YouTube'da faoliyatini boshlaganda boshida videolari 30-40 ta prosmotr bo'lgan. Jeki Chan haqidagi videodan keyin kanal nomi Vegetaga o'zgargan. Vegeta YouTube'ga pul uchun emas, balki o'zidagi katta qiziqish tufayli kirib kelgan. Boshqa bir YouTube kanalda 3 oy ichida 800 ming obunachi yig'ishga erishgan. Bitta YouTube kanalni bir oy yuritib berish narxi o'rtacha $1000, lekin bu summa kanal yo'nalishiga qarab o'zgarishi mumkin. Katta proyektlardan esa oyga $3000 dan daromad qilgan. Vaqtida o'zi uchun dizayn, marketing, YouTube bo'yicha kurslar sotib olgan. 2025-yilning iyul oyida kanal tarixidagi eng katta konkursni o'tkazgan va YouTube'ga igrovoy kompyuter qo'yilgan. Dizayn uchun buyurtmalar asosan YouTube kanalidan keladi. Vegeta YouTube kanalining banner avatarkasi juda ko'p marotaba o'zgargan. Vegeta universitetga topshirmagandan hech qachon afsuslanmasligini aytgan. Vegetaning taxminan 5-6 kishidan iborat jamoasi bor va kelajakda jamoasini kengaytirish niyati bor. Vegetaning oylik tushumi deyarli 100 million so'mni tashkil qiladi, lekin bu pullarning katta qismi jamoadagilarning oyligi va yana boshqa narsalarga sarflanadi. Birinchi qimmat reklamasi Grand Mobile o'yinidan bo'lgan va bu reklamadan tushgan puldan o'zi uchun planshet sotib olgan. Ma'lumot uchun, Vegeta juda ham ko'p planshetlarni sindirib qo'ygan, lekin ularni hech birini tuzatishga harakat qilmagan. Grand Mobile o'yinida reklama qilish orqali 7000 dan oshiq odamni o'yinga o'tkazgan. 100 ta fakt video uchun prevyularni asosan VisuArts nomli dizayner tayyorlab beradi. Videolarni esa boshida o'zi montaj qilgan. Hozir esa Super Muxlis kanali egasi ushbu videolarni montaji bilan shug'ullanadi. Vegeta YouTube'ga 100 ta fakt videolarni chiqarishni boshlaganda ko'pchilik undan bu ideyani o'g'irlab videolar chiqargan. Lekin ularni hech biri videoni o'g'irlaganini tan olishmagan. Yaqin kunlargacha Photoshopning 2018-yilgi versiyasini ishlatgan, chunki bu versiya Vegeta uchun qulay. Oldinlari esa kompyuter kuchsizligi tufayli Photoshopning 2013-yilgi versiyasini ishlatib yurgan. MetaArts va Jasurbek Official'ning ijodlarini hurmat qiladi. MetaArts YouTube kanalining juda ham ko'p video va streamlariga qatnashgan. IH Gaming Vegetaning 100 ta fakt videolariga reaksiya qilgan. Jiyaniga planshet sovg'a qilgan. Agar ota-onangiz sizga ishonishini xohlasangiz, birinchi o'rinda ularga kichik bo'lsa ham natijangizda ko'rsatishingiz kerak deb hisoblaydi. Instagram sahifasiga qo'ygan rasmlarini ko'pchiligini o'chirib tashlagan. Avvallari prevyularga o'zini rasmini qo'yadigan bo'lsa, deyarli bitta rasmidan foydalangan. Boshida Vegeta YouTube kanalining yo'nalishi qiziqarli faktlar haqida bo'lgan. Videolarni esa saytdagi tayyor ma'lumotlarni o'qib, rasmlarni slayd qilib tayyorlagan. Agar tezroq yaxshi natijaga erishishni xohlasangiz, birinchi o'rinda o'zingiz qiziqqan narsa bilan shug'ullanishingiz kerak deb hisoblaydi.
YouTube prodyuserlikka kirib kelishiga Oybek Qosimov ismli ustozi sababchi bo'lgan. Oybek Qosimovning kanallarini yuritganida Vegeta kanal daromadining 30% ni olgan. Video darsliklar uchun mo'ljallangan Amriddin Abdualiyev YouTube kanali dastlab o'yinlar haqida bo'lgan. Lekin bu yo'nalishda o'zini kelajagini ko'ra olmaganligi uchun kanal yo'nalishini o'zgartirgan. Telegramda Vegeta username bo'shashini 2 yil kutgan. Vegeta asosiy YouTube kanalini bir marta sotib yuborgan, lekin ozgina vaqt o'tib uni qaytarib olgan. Vegeta rep eshitishni yoqtiradi. Do'sti bilan rep yo'nalishida ham kanal yuritgan. Vegeta YouTube'ni kasb deb hisoblaydi. Streamer Reker bilan birga videolar qilgan. Preview bu effektlardan iborat rasm emas degan fikrni aytgan. Maktabda o'qigan paytlari YouTube kanaliga bir oyda bor yo'g'i 2 ta video qo'ygan. 16 yoshdan beri mashhur blogerlar bilan ishlab kelmoqda. Vegeta asosiy YouTube kanaliga grafik dizayn haqida video qo'ygan paytlari prosmotr o'rtacha 10 mingta bo'lgan. Lekin Yustafakt videoni chiqarishni boshlaganidan so'ng kanal bir zumda o'sishni boshlagan. Vegeta Instagram sahifasida asosan tasodifiy faktlar haqida videolar chiqaradi. Hozirda Fanta va Coca-Cola kompaniyalari bilan ishlab kelmoqda. O'zi uchun igrovoy kreslo sotib olgan va bu kreslo unga $220 ga tushgan. Ma'lumot uchun Vegeta ushbu kresloni Apatos do'konidan sotib olgan. Vegetaning asosiy YouTube kanali 2018-yil 18-dekabrda ro'yxatdan o'tgan. Lekin birinchi video oradan 1 yil o'tib YouTube ga qo'yilgan. Vegeta hozirda 21 yoshda. Yustafakt videolarni chiqarishni boshlaganida Vegetadan video darsliklar yo'nalishiga qaytishini so'rab, ko'pchilik norozi bo'lgan. Hozirda asosiy YouTube kanalida 270 mingdan oshiq, ikkinchi YouTube kanalida 30 mingga yaqin obunachi mavjud. Vegetaning onalari uy bekasi, otalari esa o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Vegeta YouTube kanalidagi birinchi video Guinness rekordlar haqida bo'lgan. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video haqida fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.